Qizjon, unga asl basharangni ko'rsatib qo'ymagin. Nimadir yoqmasa, sirrozi xarakteringni ko'rsatmagin. Eng muhimi uni hidlab ko'rgan. Agar molda hidi kelmasa, demak uyda mol yo'q, sen u bilan mazza qilib bemalol yashaysan. Lekinchi agar men bir narsa olib kelmagan bo'lsa, asabiylashib qaltirib qolishim mumkin. Yo'q. Erga tegishing kerak. Qachon keladi u? Ana keldi. Namuncha og'zing kambag'al hovlisida katta telefon qilib aloqada bo'libdi. Farod qilma, bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Uchrashuvga gulsiz chiqibdi, jimot shekilli. Hay, gul hozir kerak emas, dalchi ket. Qayerda turasiz? Uyda Mashinangiz qanaqa? oddiy. Hozir asabim buzilyapti, nima bu normallik gapirmaydi. O'chiring ovozingni, zato ko'rinish chiroyli. Tomosha qilib maza qilasan. Bo'pti. Qancha oylik olasiz? Ayol qatori olaman. Menga qarang, jonga tegdingiz-ku. Qilib, dadil gapirmaysizmi? Qancha oylik olasiz, qayerda ishlaysiz, qanaqa uyda turasiz? Bilmasam, men quruq savlatingizga tegamanmi? Chiroyli bolalar ko'chada achib yotibdi. Nima? Yaxshi qiz, men sizni detskiy bolalaringizga o'xshab uchrashuvga gul-pul ko'tarib chiqmadim. Birinchi uchrashuvning o'zida men sizga foydali, sifatli texnikalar sovg'a qilmoqchi edim. Gajini? Hind kinolarni ko'p ko'rganmisiz? Gajini emas, garini deb o'qiladi. Garini. Yevropa standartlariga mos, juda ham sifatli, buzilmaydigan texnikalar bo'ladi. Oyingiz bilan maza qilib ishlatasiz deb olib kelgandim sizga. Voy, bo'ldi bo'lmasa. Siz o'sha detskiy bolalaringiz bilan gul-pul ko'tarib yuravering. Voy, siz xafa bo'lmang, o'zi shunaqa bu ichi qora, baxilroq. Bir odam qilaman deb o'zim hech narsa qolmadi, lekin men tayyorman kelib olishga. Siz juda ham yaxshi qiz ekansiz. Voy, nima balo? Biron yigitini tortib olish hozir moda bo'lganmi?